Mini Miss O'zbekiston 2026 go'zallik tanlovi bu yilning eng yorqin, sehrli va unutilmas sovg'alardan biriga aylandi. Zal bayramona bezatilgan, har bir tomoshabinning ko'zida hayajon va quvonch porlab turdi. Mamlakatimizning turli ko'chalaridan, viloyat va shaharlardan tashrif buyurgan eng iqtidorli va shirin qizaloqchalar bir sahnada jamlanib, o'z mahoratlari hamda latofatlarini namoyish etishdi. Ota-onalar, mehmonlar va hakamlar hay'ati har bir ishtirokchini sabrsizlik bilan kutib olishdi. Dastur 3 ta qiziqarli, mas'uliyatli va rang-barang shartlardan iborat bo'ldi. Birinchi bosqichda tanishtiruv. Go'zallik tanlovi ishtirokchilari sahnaga chiqib, o'zlarini tomoshabinlar va mehmonlarga tanishtirishdi. Qizaloqlarning samimiy so'zlari, beg'ubor tabassumlari va o'z orzulari haqida to'lqinlanib gapirishlari butun zalga o'zgacha bir iliqlik bag'ishladi. Ular o'zlari tug'ilib o'sgan shaharlari, sevimli mashg'ulotlari va kelajakdagi maqsadlari haqida shunday chiroyli va ishonch bilan so'zlashdiki,